Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Amir Yoqub Boqubay qasrining o'ttir saroyiga joylashgan qalbgohga nökər mulozimlarini olmay yolg'iz kelgan bir qancha amirlar dasturxonga tizilgan mo'l noz-ne'matlarga ishtahosiz qarab qo'yib, jimjit o'ltirishatdi. Bular Yoqub Boqubayning ishonchlik amirlari edi. Shu topda ular o'zlarining tuyuqsiz chaqirtilishining sababini bilishmaydi. Yoqub Boqubay bo'lsa, ha deganda maqsadini oshkorlamay, ularni yeb ichishga zo'rlaydi. Kechi burgoh bo'lib qoldi, dedi Lashkariy divonining o'rinbosar sarkardasi Setoldibek vastlik gavdasini biroz qimirlatib qo'yib. Amir janoblarining tuyuqsiz chaqirtishi sababsiz bo'lmasa kerak. Yoqub Boqubay surlik chiroyiga sus kulki yugurdi. Ondan qo'ynidan bir parcha xatni oldirmay kelib, bir qo'r zan silvatgandan keyin Setoldibekka tangladi. Sultan Yunusxon oliylarining maxfiy maktubini 2 kundan beri yenimda saqlayapman. Ogal janob amirlar ko'rib chiqqay. Ondan tuyuqsiz kengashga chaqirtishning sababini bayon qilay. O'ltirganlarning hammasi sarkarda Setoldibekning qo'lidagi xatga bo'yinlab qarashdi. Sultan Yunusxonning maxfiy maktubi ularga to'liq tasodifiy tuyulgan edi. Xonzoda Kipak Sultan bilan Abdusami Bey Turponga kelgandan beri ular bunda xufiyona yig'ilishlarni pat-pat uyushtirib, Xonzodani dastak qilib, Turponning ma'muriy lashkariy huquqini jangilaga ilib urinayotgan Abdusami Bekga qanday taqobil turish, uni qanday cheklash, o'zlarining huquq ta'sirini qanday saqlab qolish haqida pat-pat maslahat qilishyapti. Ammo biror qitim Sulton Yunusxon bilan xat aloqa qilish ishini maslahatlashmagan edi. Chunki ular marhum Sultan Esanboga xon va do'st Muhammad xonga bo'lgan sadoqatini bildirish uchun Xonzoda Kipak Sultanni taxtga o'tirg'izishni yoqlaydi. Shunga bu xat ularga tasodifiy tuyulgan edi. Sarkar Setoldibek Shohona maktubni unlik o'qisinlar. Boshqalarga xabardor bo'lg'ay. Setoldibek qaddini ruslab Sham yo'riqida xatni o'qishga kirishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bizlar kim Buyuk Mo'g'uliston saltanatining yagona taxt sohibi Sulton Yunusxondan avlodi aholimiz bo'lmish Turpon viloyatining amiri Shirmasallik Bahodir sifatlik Yoqub Boqubekka hamda uning sadoqatman amir sarkarlariga yetib ma'lum bo'lg'ay. Barliq hamd va sano jahonni yaratuvchi yagona qudrat egasi Allohga xosdir. U osmon zaminni yaratuvchi hamda bizlar kim ojiz bandalarga rizq ato qiluvchidir. Hech narsa uningga sir emasdir. Ol Janobi Allah cheksiz marhamat ato qilib, Otomiras zaminimiz Buyuk Mo'g'uliston saltanatini bizga topshirdi va barliq ag'yorlarimizni adolat qilichimizning soyasiga bosh ekkizdi. Shundaqla bu tasarrufda ziyon zahmat, ma'lumotchilik, isyon tafriqi kabi qilmishlarning yuz berishining oldini olib, el yurtni osoyishlikqa, avom ra'iyatni xotirjamlikka erishtirishimizga amr qildi. Har qachon, har zamon Rabbimiz uningga hamd va sanolar bo'lsin. Bir qavmdan bir kishini dil xohlab, uningga xon sultonlik shafoatini tasadduq qiladi hamda saltanat tizginini, dunyo ma'ishatini va ra'iyatning baxt saodatini uningga topshiradi. Parvardigor ul hukmdorga buzuqchilikni tugutish, ma'lumotni tinchitish, da'vo dasturiga odil hukm chiqarish, adolatga homiy bo'lish, elga tinchlik, osoyishlik o'rnatishni ko'ngliga soladi. Mana men ul Rabbimizning shafoatiga erishgan taxt sohibidirman. Naq gapga kelsam, munofiq amir Abdusami Bek Janobi Haqning farmoniga xiloflik qilib, mening saltanatimga itoat gardinini sunishdan bosh tortib, Go'dak Xonzoda Kipak Sultonni dastak qilib,
Turpanda isyon tug'ini lapildatishga kirishyotidi. Xonzoda texi go'dak, jahonning, saltanatning ishlarini bilmaydi. Buning hammasi o'sha Abdusamiy Begning qora niyatidir. U Xonzoda orqali sadoqatman amir sarkarlarni, oddiy lashkar, avomni quturtib, saltanatini put atmoqchi va toji taxtni o'z o'ngchi egilib olmoqchi. Avatgan maktublardan pokdil, sadoqatman ekanliklarini bildim. Ham ul Osiyaga ergashmaydiganliklariga ishondim. Rabbimiz o'zining shakdan xoli kitobida Allohga, payg'ambarlarga va o'zinglardan bo'lgan ish boshqaruvchilarga itoat qilinglar degan. Albatta Qur'on Karimdagi bu so'zni o'zlari biladilar. Shuni ogohlantirmanki, o'zlar va o'zlarining sadoqatman asr sarkarlari, sadoqatman amir sarkarlari hidoyatni izlasa, haqiqatga intilsa, ul osiylarga, munofiqlarga ergashmay, bizlarga ergashgay. Ma'lumki, marhum Sultan Do'st Muhammad Xon adolatsizligi, al-ra'iyatga solgan hisobsiz zulmi badaliga Allohning dargohiga posiq ketib ketdi. Mahshargohda hududdan chiqolmagan adolatsiz saltanatdan hisob beradi. Hükümdar bo'lg'uchi adolatni ibodatdan ustun qo'yishi, avom ra'iyatga zulm qilishdan hayo qilishi, amir baglarini himoya qilishi, bosirishi va ularga kuyinishi riyozat yetkazmasligi lozim edi. Shundoq qila olgan hukmdorning himmati tegishlik meva beradi. Saltanati abdil abad mustahkam bo'ladi va ro'naq tepib gullaydi. Al-kunmo uningga qarshi, uningga qarg'ish yog'dirmaydi. Tashakkur etadi. Mana bu Allohning irodasidir. Lekin munofiq Abdusamiy Beg ul posiq sultonning xonzodasini himoya qilib, Tangri irodasiga qarshi chiqdi hamda baloyi ofat o'tini Turpandagi o'zlar qatorliq sadoqatman amir beglarga begunoh ra'iyatga tutashtirmoqchi bo'lyotdi. Shubhisizki, Allohning jazosi ul osiylarga loyiq. Alloh ularning o'z ish boshqaruvchilariga itoat qilishdan boshlatgan gunohlari hisobiga ularni rahmatiga muyassar bo'lishdan tark etadi. Kesib aytmanki, navod isyon shamshiri qinidan sug'urilsa, adolat shamshiri ularning posiq qini bilan yer yuzini bo'yaydi. Bu posiq osiylar gunoh qilayotgan mezgilda soptil kishilarmi, begunoh ra'iyatmi bu ma'lumotning qurboni bo'lib ketishi mumkin. Chunki o't ketsa, yo'l quruq narsalarning hammasi kuyib ketadi. Buning sababi shuki, yo'l o'tin quruq o'tinga yaqin turib qolganligida. Mudda kalamlarimni mushunchalik bildiray. Qanday qilishni o'zlari bilirlar. Oyg'oqchilarning yetkazgan ishonchlik axborlardan qaraganda, Mo'ng'ullarning kattasi Amasanchi Toyshi, dadasi Isan Toyshining marhum Jannat Makon xon otam Sulton Uvays xon oliylariga bergan qasam va'dasini buzib, ikki el o'rtasidagi o'zaro ta'arruz qilishmaslik ahdnomasini yirtib tashlab, Ili daryosi vodiysiga lashkar tortib kiribdi. Munofiq Abdusamiy Beg bo'lsa, Xonzoda Kepak Sulton nomidan ul bosqinchilarga yolvosh avatib, ittifoq tuzib, buyuk saltanatimizni xarob qilish qo'yiga tushibdi. Yolvoch degani elchi debdi izohatda. Aslida qishni tinch-omon o'tkazib yetib, ondan lashkar tortishni o'ylagan edim. Biroq bosqinchilar bilan munofiqlarning birlashib olishi sabr qachamni toshtirdi. Balkim o'zlar ushbu taklifni topshirib olganda, men adolat shamshirini ko'targan sarkard lashkarlarim bilan allaqachon yo'lga chiqib bo'larman. Alloh nasib qilsa, o'zlar sadoqatman amrim bilan do'stlik tasdiqnida jam bo'lib, aqida sharbatini tetishni bek xohlayman. Yaratgan qudrat egisi hammamizni murod maqsadimizga yetkazgay. Nomi tamom va salom. Buyuk saltanat posiboni Sulton Yunus xondan deb bilirlar. Amin.
Qavgahning ishini bir bas sukut qapladi. Amir Yaqub To'qibay so'rin ahliga bir qo'r qarab olgandan keyin yelini qirib qo'yib so'z boshladi. Ushbu maktubni Sultan Yunusxon oliylarining oyg'oqchisi Burnokin peshindan keyin qo'limga tekkizgan edi. 2 kundan beri qattiq o'ylandim. Oxiri har birlarini xabardor qilib, ba maslahat ish qilayli deb bugun beto'yiq chaqirtishim. Shahona maktubning mazmunidan xabar tepishdilar. O'rdadagi ahvol Amir Abdusami Begning payli hammalarga mono toboqlik osh takli oyon. Gerçi Sultan Yunusxon oliylari Shahona maktubida bizga uni qil, buni qil deb farmon bermagan bo'lsa-mu, nima qilishimiz kerakligidan bishorat beribdi. Aqlga ishora, nodonga juvoldiroz degan gap bor emasmi? Deb baqsılar Amir janoblari. Endi qanday qilsak bo'lar? So'rdi Sarkar Setvoldi ko'zini maktubdan uzmay. Har birlarining maslahatiga qarayman. Amirlar yana bir pas chimib ketishdi. Ko'nglimnikin desam, mening quruq o'tinning yenidagi ho'l o'tin bo'lg'im yo'q. Dedi Yaqub To'qibay. Kaminalarim ham shu. Dedi Setvoldi. Abdusami Begning niyat payli hammamizga ayon edi. Biroq uning qalmoq kattasi Amasanchi Toyshi bilan til birib turgandan xabarimiz yo'q ekan. Uning ko'nglida yana qanday shumliqlar bor? Bunisimi bizga qarang'u. Xonzoda Kepak sultonni himoya qilamiz deb qalmoqlar bilan birlashsak, el yurtning la'natiga qolamiz. Sotqin bo'lamiz. Sotqin bo'lib qolamiz. Sultan Yunusxon marhum Sultan Uvaysxon oliylarining o'z pushti. Taxt saltanatda uning haqqini sevisi bor. Uningga qarshi turish uchun elga yotlarni boshlab kelsak, sarkarlik shavkatimizga dog' tushirib olamiz. Uningdan Sultan Yunusxon oliylariga itoatgarligimizni sunganimiz ming afzal. Yaqub To'qibay amirlarning bir niyatga kelganini ko'rib, xeyli xotirjam bo'ldi. Agar hammamizda ayni shu muddo bo'lsa, Sultan Yunusxon oliylarining turpanga kelishini saqlab turmay, Abdusami Begning ishini bir taraf qilg'ashtiraydi. Dedi u asli maqsadini oshkorlab. Navada Abdusami Beg Sultan Yunusxon oliylarining shapsini sezib qolsa, paxas bo'lib qoladi. Bu chaqda qo'l salmoqimiz tasga tushadi. Biznimi o'tqa tang so'rab kiradi. Dedi Sarkar Setvoldi. Quruq o'tinning endi ko'l o'tin bo'limizda hech qaysimiz omon qolmaymiz. Ilgirkilar bugungi ishni atiga qo'yma deb ekan. Dedi Yaqub To'qibay hayojanini besib. Abdusami Beg necha kundan beri hadis ordu muhofazatchilari o'rin, chechan emas degan bahonani ko'rsatib, ularni almashtirib etish qo'yga tushyotdi. Sal-palla bo'shanlik qilsam, o'zining lashkarlarini orduga akirmoqchi. Atog'ingacha bu muddasini amalga oshirmay bo'ldi qilmaydigan deb qiladi. Agar shundoq bo'lib qolsa, bizning ishimiz texmi taslashidi. Balkim ordu muhofazatchilarini almashtirib olgandan keyin bizni omon qo'ymasligi mumkin. Shunlashqa bu ishni atidan qoldirmay jo'ndaydi. Sarkar Setvoldi Beg ati bomdodda yenibla barliq lashkarlarimizni qurollantirib, kungay lashkargohdagi Abdusami Begning lashkarlarini iskanjiga olsinlar. Men ordu muhofazat qo'shinini boshlab, atiganda Xonzoda bilan Qobulga chiqqan Abdusami Begni bartaraf qilay. Ishlar tez, tartiblik, puxta bo'lsin. Sarkarda Manglik Niyoz, Kamoliddin Mingbegi, Mirza Asra Mingbegi Setvoldi Begga hamdamda bo'lsinlar. Qolganlar men bilan birga orduga kirsinlar. O'zlar dedi Yaqub To'qibay ordu muhofazatchilar qo'shinining sarkardasi Olmosbekka qarab. Atigan eng ishonchli yasovuldan yuzini tanlab saroyning atrofiga o'rinlashtirsinlar. Kutilmagan voqea yuz berib qarshilashqichlar chiqib qolsa, darhol hujumga o'tishga farmon bersinlar. Bosh ustiga deyishdi amirlar farmon berdorlik bildirdi. Xonzoda Kepak sultonni qanday qilamiz? So'rdi sarkardasi Setvoldi Beg. Xonzoda kichik, qo'lidan hech ish kelmaydi. Ammo boshqalarning Xonzodaning o'rnidan elib chiqib ketishdan qattiq ehtiyot qilaylik. Uni Yunusxon oliylari o'zi bir taraf qilgan.
Məsləhətini pişirib bolğan əmirlər aldırab yenə tarqaşdı. Səhər. Naştadan keyin aldırab tenib ordağa kelgan əmirlər bir-birlab sarayğa cəm bolğan idi. Hər qaçan sarayğa birinci bo'lib kelishga odatlangan Abdusami bəy bugunmu kundagi odati bo'yicha saroyda boshqa əmirlərning kelishini savarjonlik bilan kutib o'tirardi. Turqidan nimagadir betoqat bo'lganligi bilinib turardi. Yaqindan beri Xonzoda Kepak Sulton to'liq qayg'ish qilib o'rnidan turg'il unimag'ashqa hamda uni majburlab qochgan taqdirdami uyqusini ocholmay gohi mo'gidab gohi yig'ilib jafo solg'ashqa buni ovorchilik deb bilgan Abdusami bek muhim qarorlarni jakarlamasa Xonzodani qubulga chiqishga zo'rlamaydigan bo'lib qolgan edi. Demisimi endi 7 yoshning qarasini olay deb qolgan Xonzoda sahar turishga odatlanmagan edi. Onu man bir jafoda uyg'otib, aldab silab, kiyindirib, ochiqib taxtda o'ltirg'izgan taqdirdimi, yig'lab saroyni beshig'i kiyatdi. Lekin bugun Abdusami bey mahramlarga Xonzodani saroyga ochiqishni buyurgan edi. Ammo xeyli vaqt o'tgan bo'lsa-mu, texchilar Xonzodaning qorisi ko'rinmaydi. Amirlar bo'lsa zerikkanini bildirishib, qasdan asnishadi. Gohilari pichirlashib parang'i tushgan edi. Shu topda o'rdaga kundikidan sahar kelgan Yoqub Boqabagmi Xonzoda Kepak Sultonning saroyga tezroq kirishiga taqozo bo'lib o'tirardi. Paypaslab kirgan mahram Abdusami begning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Ma'lum bo'lg'ay, xon oliylar yig'lab qayg'ish qilib kiyim kiyil unmayotidi. Zo'rlashib petinammidiq. Abdusami beg qopqini turdi. Xonishayimga ma'lum qilmadinglarmi? Unda qilmoqdimiz. Mo'shinchilik ishini men o'g'itamanmi? Darhol xonishayimga xabar qilinglar. Xon oliylarni kiyindirib billi epkasin. Abdusami begning katta hukmdorlardek buyruq tushirishi Yoqub Boqabagning tishini qirishtirib qo'ygan edi. Xonzodani buncha qiynab nima qilamiz? Amir janoblari. Dedi u qasdan Abdusami begning sitiga tegib. Orduq chiqsam uxlab berdi shu. Nima dedilar janob amir? Ochiqni chiqardiganga bahona topolmay turgan Abdusami beg birdan hurpaydi. Orduda Xonzoda mavjud emas. Xon oliylari bor. Tap totmay qiblagohimizni Xonzoda da'vatliya. Boyqab so'zlasizlar, ha? Bu degan osiylik. Kechidan sal tushib qolmaganlar janob amir. Әттігенді қарымыш көсәтмісілерім болыр. Kimning osi emasligi o'zlariga ayon. Sag degan so'z debdi izohatda. O'zlarini kim chaqlab qoldilar? Boy kimga hukm tushiryotdilar? Xon oliylar bilan davlat ansi bo'lmish xonish oyimga ashundoq hukm tushiramdilar. Undaqda esila xon oliylar nimaga hisob? Abdusami bey g'azabdan bo'g'ilib qoldi. U bugun Xonzoda Kepak Sultonni taxtda o'ltirg'izib qo'yib, uning nomida oldin tayyorlab qo'ygan ordini muhofazat qiladigan navkarlarni almashtirib etish haqidagi yorliqni jakarlamoqchi, necha oydan beri o'ziga egilmay kelgan muning turpan amiri Yoqub Boqabagning ta'sirini ordidan tozalamoqchi bo'lgan edi. Ordu muhofazatchilar qo'shini Yoqub Boqabagning qo'lida bo'lg'ashqa, uningdan ehtiyot qilib yo'l qo'yib kelgan edi. U ordini to'liq qo'liga ilish, Yoqub Boqabagning huquq imtiyozini ojizlatish uchun bugun zo'r tayyorlik bilan qat'iy qarorga kelgan edi. Qirishqandak Xonzoda Kepak Sultonning qayg'ish qilib orduga chiqib unimasligi uning ochiqini keltirib qo'ygan edi. Rost, Xonzoda orduga chiqqan taqdirda bir bo'lsa mugdab o'tirib berdi. Bir bo'lsa yig'lab qayg'ish qildi. Undan boshqa 7 yoshli bolaning qo'lidan nima ish keladi? Uningdan ko'ra uni saqlab o'tirg'icha yorliqni jakarlaymanmi? Qo'limda xonyorlik bo'lganki, buni amirga Boqabag nima qila oladi? Yorliq qarshi chiqishga petinsa, boyanqi so'zlari bilan qo'shib, xonni ko'zga ilmaslik jinoyati bilan zindonga solmamdiman. O'l chaqda yo'limda to'g'ri turib olgan xatarlik to'salg'ini biroqli yo'q qilaman. Boshqalarni ham qilolmaydi.
Ağzıma geldi deb orada bütün termislar, dedi Abdusami Bey təəddi qilib. Cenab-ı Kepek Sultan alileri saltanatning yegona pasboni. Shar'iy sultanımızdır. Biz faqat muhtaram davlat ansi bo'lmish shaxsoniya oliylarining havolasiga binoan orda ishlar qaranchiq bo'lyapmiz. Shunga xon oliylarini ordaga taklif qildik. O'zlarini qandoqdir xon oliylar hukm tushirdi deb quturaqlik qilyaptilar. Xo'sh, undaqda xon oliylarining texi bir go'dak ekanligini, saltanat ishlarini bilib ketkichiligi yo'qligini bilib turib, nemishqa hadislar ordaga chiqishga zo'rlab qiynaydilar. Xon oliylarni majburlab saroyga chaqirtqudek qandaq zo'ruriyat bor edi, janob Amir? Abdusami Bey bir necha daqiqa o'ylanib olib, eg'iz ochdi. Qo'limizda xon oliylarining muhr besilgan yorliq bor. Tunugun xonish oliylar bilan maslahatlashib, qo'l yorliqni xon oliylarini darqand qilib jakarlashni loyiq topgan edik. Xayriyat, xon oliylar ordaga chiqishni xohlamagan bo'lsa, yorliqni jakarlab beraylikmiz. Abdusami Begning gapi tugishaman, Farmonchi Beg amirlarga qarab vaqirdi. Farmoni oliy! Amirlar gurrida o'rinlaridan turishib, farmon anglash uchun qaddini ruslashdi. Farmonchi Beg naqshlik ko'n qapdan xon yorliqini ilib o'qishga boshladi. Buyuk hukmdorimiz Kepek Sulton oliylaridan yorliq. Shuni jakarlaymanki, ordu muhofizachilar qo'shinining barliq sarkarda navkarlari ordu yasavullarga xos jasoratini yo'qotib, hadisli chechilang'iliq, yolqovlik qilganlik uchun, shundaqla yeshining cho'ng'iyib qolganligini nazarda tutib, ularni lashkariy devonga qaytirib, o'rniga mahorati yuqori, yosh, chabdas yigitlardan tanlab qaytadan ordu yasavullari tashkillansin. Bu ishqa Amrul Umara Mirza Abdusami Beg bosh bo'lsin. Ushbu yorliq jakarlangan hamon darhol ijro qilinsin. Yorliq tamom. Amirlar ajablangan holda bir-biriga qarashdi. Abdusami Beg Farmonchi Begning qo'lidan yorliqni oldirib, tinab oldi-da, tavob qilib qo'yniga soldi. Ordu muhofizachilar qo'shindagi yasovullarning o'ttirchi ishi 30 dan oshmaydi. Bu hammalarga ayon. Ularning qandoqmi yashinib qoldi degil bo'lsin, dedi Yoqub Boqubay yorliqqa noroziligini bildirib. Xon yorliqiga sarkashlik qilmoqchimi o'zlar, janob Amir? Dedi Abdusami Bey ta'addi bilan qopqinib turib. Yo'qsa, dedi Yoqub Boqubay o'zini tamkin tutib. Kaminalari barliq ordu arkonlari biladigan ahvolni dedim. O'zlar faqat ularning yeshinini biladilar, mahoratini bilmaydilar. İnsafsız Yunus Beg mərhum xon oliylarining qazo qilganligidan foydalanib, munofiq Muhammad Haydar Mirza bilan til biriktirib olib, buyuk taxt saltanatni tortib olmoqchi bo'lyapti. Mushundaq paytda ordu muhofizachilar qo'shinini tartibga solish, sarxillashtirish bakmi zarur. Buni xon oliylari va saltanat uchundir. Ondaqda janoblarining ili vodisiga bostirib kirgan qalmoqlarning qattisi Amasanchi Tayshiga xufiyona maktub avatib, uni Turponga kelishga undashlarimi buyuk saltanat uchun ekanda? Abdusami Bey Amasanchi Tayshi bilan qilgan aloqasini bakmi maxfiy tutgan edi. Bu maxfiyatlikni Yoqub Boqubeyning bilib qolganligidan hamda amirlarning oldida oshkorlayotganligidan qattiq qo'diqib ketdi. Nima demoqchi bo'lganliklarini tushunmadim, dedi u xufsanlik bilan. Nima demoqchi bo'lganligim o'zlariga ayon. Hadis riyokorlik, osiylikdan so'z ochadilar. Bilib qo'ysizlar. El yurtga yotlarni boshlab kelishni sotqinlik deymiz. Bu degan kechirgusiz bular. Tilingni tap, murtad. Abdusami Bey birdan bo'ri juvasini ta'bdir kiydi. Bundaq deyishga nima asosin bor? Senin Kepek Sultan oliylarining Turpan taxtigahida o'ltirishiga norozi ekanligingni, noinsaf Yunus Beg bilan xufiyani aloq qilib, uni Turpanga lashkar tortib kelishga undayotganligini kim bilmaydi? Durust. Yunus Xon oliylari bilan xat aloqa qilishdim. Buni nemasi yomon? Yunus Xon oliylari kim? Ul Amasanchi Tayshi kim? Men hargizmi yotlarning topinini yalashga niyat qilmadim.
Yunus Xan Aliləri degan büyük Xaqanımız Sultan Üveys Xan Alilərinin xanzadısı. Taxt saltanatının haqiqiy mirosxo'ri. Onunğa bay'at qilish, zinhor sotqinlik, osiylik hisoblanmaydi. Ammo qalmoq xonlarga beqinish sepi o'zidan munofiqdir. G'azabdan chiroyi qordab ketgan Abdusami bey ziyoda toqat qilib turolmadi. U saroyning eshigiga qarab bor ovoz bilan to'g'ladi. Qaysinglar bor? Mirg'azab! Shu hamon saroyga jallodning o'rnida 10 nafar to'liq qurollangan o'rda yasovul kirib keldi. Ko'ziga qon to'lgan Abdusami bey yasovullarni farq etmayli buyruq qildi. Kelinglar, buni osiy munofiqni tutib zindonga selinglar. Amir Yaqub Boqabay qaqoqlab kulib ko'zlarini yo'g'on ichib kimga farmon berayotganliklarini bayqaslar janob Abdusami bey. Abdusami bey yasovullarni ko'rib cho'chib ketdi. Vujudini qo'rqinch, vahima cho'lg'ib oldi. Put-qo'llari jalaqlab titradi. Ko'ziga qorong'ulik tiqildi. "Ol Osibekni tutinglar!" dedi ordu muhofizatchilar qo'shinining sarkardasi Olmosbek. Yasovullar etilib kelib Abdusami Beyning qo'llarini qayirib, patangini bosdi. "Ochiqib kallasini elinglar!" dedi Yaqub Boqbey. Yasovullar Abdusami Beyni doqirtib so'rabman. Amirlarning orasidagi Abdusami Bey tarafdorlari shundoqli qimirlashiga Olmosbek qilichini qinida shartida chiqarib vaqirdi. Kimki Yaqub Boqbey janoblarining farmoniga qarshi chiqadi ekan, munofiq Abdusami Bekga o'xshash zabun bo'lg'isi. Badkirdonlarning borar joyi jahannam. Badkirdon degani yomon ish qilg'uchi debdi izohatda. Vujudini vahim bosgan amirlarning surati tomga tortilib qolgan edi. Hech kim lom-jim deyolmadi. Hammamiz buyuk saltanatning sadoqatman navkarlaridandirmiz, dedi Yaqub Boqabay beshini tuvan silib turgan amirlarga qarab. Hammalariga ma'lum, riyokar amir Abdusami bek yolg'ondan sadoqat bayrog'ini ko'tarib chiqib, go'dak xonzodani taxtda o'ltirg'izish bahonasi bilan tafriqchilik paydo qildi. Buni oz deb xonzodaning homiysi bo'lib elib, qalaymaqon farmon yorliq jakorladi. Na yuqori mansabdiki, na tuvan mansabdiki amir baglarning martabasiga rioya qilmadi. Hatto bosqinchi qalmoqlar bilan qupiyani til biriktirib, tasarrufimizga yotlarni boshlab kelishga, ularning homiyligiga erishib taxt saltanatni o'ngchi changiliga kelib elishga urindi. Bunda riyokorlik chidab turolmaganligim uchun oxiri mushundaq tadbir qo'llandim. Hozir toji taxt Sultan Yunus Xan oliylariga qarab topdi. Yunus Xan oliylarimi marhum Sultan Uveys Xan oliylarining o'z pushti. Toji taxtning haqiqiy mirosxo'ri. Saraydagi peshqadam amirlarning hammasi bu ahvollarni obdan biladi. O'z vaqtida marhum amir Saydali Olib hazratlari qarshi chiqmagan bo'lsa, taxtda o'ltirish Yunus Xan oliylariga allaqachon nasib bo'ladi. Taqdirning yozmishi shundoq ekan. Mana taxt saltanat yana o'z egisini topdi. Yaqub Boqabay qo'ynidan Yunus Xonning avatgan maxfiy xatini ilib pulanglatdi. Mana qo'limizda Sultan Yunus Xon oliylarining maxfiy yorliqi bor. Bir go'dak xonzodini deb xon oliylari bilan qarshilashsak, aniqki Turpan shahri qonga bo'yiladi. Nohaq qon to'kilib, begunoh avomning mol-mulki, hayoti ta'ruzga uchraydi. Kimiki norozi bo'lgan xon yorliqi sarkashlik qilg'uchilar qatorida yasoqqa tortiladi. Sukutga cho'mgan amirlar zuvonga keldi. Amir janoblarining hukmiga bo'ysunimiz, Yunus Xon oliylarini shar'iy sultonimiz deb bilamiz. Shu asnoda saroyga Kamoliddin Mingbegi bilan Mirza Asra Mingbegi oldirash kirib keldi. Amir janoblariga ma'lum bo'lg'ay. Xo'sh, dedi Yaqub Boqabay ularning o'msil chiroyiga qarab. Kungay lashkargohning ahvoli qandaqroq? Kungay lashkargohni butunlay ilkimizga oldik. Javob berdi Kamoliddin Mingbegi. Sarkarda Manglik Niyoz u yerda ishlarni bir taraf qilyotdi. Biroq u o'zlar so'zlislar deganini qilib Mirza Asra Mingbegini noqidi.
Sərkər Setvaldı bəy Xanzadə Kipək Sultanның kollasını kesib elib, nökərlər bilan birlə şəhərdən çıxıb ketdi. Dedi Mirza Əsrarning begi huduqqan aldı. Nima? Xanzadening kollasini kesdi? Yaqub Boqi bəy cho'chigan holda ichki sarkardasiga qaradi. Ya Xudo, o'zing baq. Dedi boshqa amirlar yoqasini tutib. Bu qandaq ish? Aniq so'zlasinlar. Fermanlarga binoan Kungay lashkargohni ilkimizga elib, lashkarlarni qurolsizlantirgandan keyin sarkar Manglik Niyozni qoldirib qo'yib, Setvaldi bey bilan amir janoblari xabar yetkazish uchun o'rdaga kirgan edi. Shul asnoda saroyga qarab mangan Xonzoda bilan mahramlarga do'qurishib qoldik. Sarkar Setvaldi bey bu Sultan Yunusxon oliylarga turtki ko'rsatadigan baland fursat. Xonzodani o'ltirsak, xon oliylar cho'qim xush bo'ladi deganicha berib, Xonzodaning kallasini oldi. Ondan bizni birlikdə əcəb töhfə məlum qilishga da'vat qildi. Lekin biz qo'shilmadik. Shuni bilan u nökərlərini elib shahardan chiqib ketdi. Biz majburiyatlarimizni to'liq ado qilolmay gunohkor bo'ldik. Dedi Yaqub Boqi bey ichingan holda. Setvaldi bey shuhratparast odam edi. U Sultan Yunusxon oliylariga o'zining to'hfasini katta ko'rsatishga oldirib, qo'lini Narsidi Xonzodaning qini bilan bo'yabdi. Amir janoblari farmon bergaylar, Setvaldi begni orqasidan qo'g'lab berib tutib kelaydi, dedi g'azablangan Olmos bey. Hojatsiz, dedi Yaqub Boqi bey hasratlik tinib. Setvaldi beg bizdan ajr to'hfa olishib nom atoq damasida Sulton Yunusxon oliylarining oldiga ketdi. Har kim o'z qilmishining mukofotini oladi. Yaratgan qudrat egisining adolati hech kimni hisobning sirtida qoldirmaydi. Yaqub Boqi bey qaddini ruslab amirlarga yuzlandi. Xonzodaning o'limi hozircha avomdan sir tutilgan. Sulton Yunusxon oliylari bir necha kun ichida yetib keladi. Uninggacha avomning ko'nglini xotirjam qilib, xon oliylarining istiqboliga chiqish hozirligini ko'raylik. Kimki avom orasida fitna fasod tarqitib, tafriqchilik paydo qilsa, yüz xatir qilinmaydi. Balkim vaboli jaddi jamoatigacha bo'ladi. Poshshab, payloqchilar shaharda kech kunduz chorlash ep bag'ay. Xo'sh, amirlar o'z xizmatlariga berishqaylar. Amir beglar Yaqub Boqi beyga salom berib etib saroydan chiqib ketishdi. Yaqub Boqi bey, Olmos bey, Mirza Kamoliddin, Mirza Asrar qatorliq sarkarlarga Kungay lashkargohdagi Abdusami begning lashkarlari bilan o'zining lashkarlarini birlashtirib, qaytadan tashkillash xususida yo'l yo'riq bergandan keyin bo'lingan ahvoldan Sulton Yunusxonni xabarlantirish uchun xat yozishga tutindi. Aslida Sulton Yunusxonning qishni Oqsuvda o'tkazgisi bor edi. Terilg'i yerlari, ishchan dehqonlari, mo'l yayliq chorvachilari va suyi alvak, havosi yiqishliq Oqsuvga Yunusxonning xeyli ko'ngli tushib qolgan edi. Biroq yetgan Turkistondan uningga ergishib kelgan amir sarkarlar cho'ng umid tama bilan qilgan Qashqar, Oqsuv yurishidan kutganidek naf erishamaganligi uchun hadislar lashkarlarning ta'minoti yetishmadi degan bahona qilib Yunusxonning beshini og'ritishga boshladi. Sulton Do'stmuhammadxon allaqachon xazinani qo'riqlab qo'yganligi uchun ularning talabini qondirish imkoniyati bo'lmadi. Yangi taxtda o'tirganligi uchun Sulton Yunusxonning el yurtga seliq selib xarajat jo'g'lashga yuzi chidamadi. Har qaysi viloyat oymoqlardan avatgan ba'zi seliqlar kundalik xarajat chiqimlarga aram yetadi. Amir sarkarlarining talabini qondirmasa, ular o'z lashkarlarini elib Turkistonga ketishi yoki el yurtni bulang-talang qilishi mumkin edi. Mushundaq boshqa tinchlikda turganda Mo'ng'ul sarkardasi Amasanchi Tayshining Ili vodisiga lashkar tortib kirganlik xabari Yunusxonni texmi tamtiratdi. Abdusami begning Amasanchi Tayshi bilan til biriktirib olganlik haqidagi ma'lumot bo'lsa, uni texmi oldiratdi. Bunu demagandimi, Xonzoda Kipək Sultanning Turpanda xonliq jakarlışı uning ko'ngil aramini buzib turardi. Faqat lashkariy yurishlar Oqsuvda turishni xohlamay turgan amir sarkarlarni yana qaytadan tutib turalaydi. Ilojsiz qolgan Yunusxon
Күз пәслінің ақырлышып қағыныға қармай, Ақсуда Muhammad Haydar Mirzini qoldirib, Turpan Eli vadisiga lashkari yurishni boshlagan edi. Yo'l bo'yidagi cho'ng-kichik amirbaglar, to'rilar, chedir bargohlarni tikib, o't qalab isitib, yuzlagan toshlarda go'sht pishirib, polo dumlab, non to'qashlarni tayyorlab, Yunusxonning istiqboliga chiqdi. Yuzlagan to'yga, qechirlarga ortilgan oshliq, harbilarga besilgan yem-xashaklarni yo'lliq tutdi. U ana shundoq yo'l yurib, To'qsonga kelganda sarkarda Setivoldi bek bilan uchrashdi. Uni Turpan amiri Yoqub Boqubekning oldimga avatgan elchisi deb tushungan Yunusxon Setivoldi bekka alohida izzat ko'rsatib, shahoni chedirda qabul qildi. Qisqa salom sahatdan keyin o'zini bir qo'r tanishtirib o'tgan Setivoldi bek Turpanda yuz bergan voqealarni rosa ko'ptirib, o'zining to'hfasini gavdlantirib so'zlab berdi. On Hazretimning shahoni maktubi Yoqub Boqubek janoblarini orsalda qilib qo'ygan edi. Kamina nökarlari ilkimdagi sadoqat bilan lashkarlarim bilan Ogal munofiq Abdusami begning kungay lashkargohidagi sarkar lashkarlariga hujum qilib, hammasini bo'ysundirdi. Ondan qarshilik ko'rsatishga uringan Abdusami begning kollasini tenidan judo qildim. Holiga baxmay, o'zini buyuk saltanatning taxt sohibi deb olgan Xonzoda Kipak Sultan shilting aytib edi. Uning kollasini tenidan judo qildim. Yoqub Boqubek ilojsiz kaminlarga hamdamda bo'lishga majbur bo'ldi. Xonzoda Kipak Sultanning kollasini oldilimi? So'rdi Yunusxon, ha deb o'zini maqtashga boshlagan Setivoldi bekning gapining sehiga urib. Shundoq qibligohim. Setivoldi bek Yunusxonga noatim esil bir sovg'atni ko'rsatmoqchi bo'lgandek, kamirga esib olgan xaltining og'zini ichib ko'rsatdi. Mana bu Xonzoda Kipak Sultanning kollasi. Sultan Yunusxon Xonzodaning beshiga shundoqla qarab, ko'zini yumib oldi. Xonzodaning beshi qonga bo'yalgan bo'lib, sabiy ko'zlari choniqidan chiqib ketgandek po'ltiyib qolgan edi. Yunusxonning yuragi pichoq tiqqandek aytishdi. Ko'z oldiga ikkinchi xonishi Shohbegimdan tug'ilgan ikki o'g'li, Xonzoda Mahmud Sulton bilan Xonzoda Ahmad Sulton keldi. İnsan qelibidan chiqqan jallod. Og'zidan o'g'iz tuti ketmagan begunoh go'dakning kollasini kesishga qandoqmi qo'lim borgandi. Yaratgan Tangrim. Bu qotillikning vabolini hargizmi mendan ko'rmagaysan. Xonzodaning kollasini og'dak nima gunohi bor edi? U hech nimani bilmaydi. Texi og'zidan o'g'iz tuti purab tursa. Ko'rsatgan katta ajr to'hfasi uchun Sultan Yunusxondan katta in'om, yuqori martaba tama qilgan Setivoldi bek bahramon holda deb o'zini danglaydi. Abdusami bek Xonzodan elib Turpanga kelgan vaqtda uni shaharga kirgizmayli desam, Amir Yoqub Boqubek undaq qilsak sadoqatsizlik qilgan bo'lamiz. Bu xon oliylarining pushti. Sultan Do'st Muhammad xon oliylari qazo qilgandan keyin toji-taxt Xonzodaga tegil bo'lish kerak edi deb uni shaharga kirgizdi. Hatto Abdusami bekning gapiga kirib Xonzodani oq kigizda o'ltirg'izdi. Nasihatimga faqatla quloq solmadi. Qibligohimiz bilan o'zim shaxsan aloqa qilay deb o'ylagan bo'lsam-mu, mansab martabamiz to'g'ri kelmagachga sukut qilib turishga majbur bo'ldim. Oliylarining xufiyani yo'llagan shohona maktubini ko'rgandan keyin ko'nglimdagi g'am andishlar tarqab, qaytadan jasoratga keldim. Cheksiz himmat shafqatlarini seg'inib, gaplaridan qaraganda Xonzodaning kollasini elish o'zlarining qarori ekan-da. So'rdi Yunusxon yuragini tilg'avatgan azoblik tuyg'ularni tast yengib turib. Shundoq qibligohim. Yoqub Boqubekning og'ziga qarab turgan bo'lsam, Turpan buchaqqa munofiq Abdusami bekning qo'liga o'tib bo'lgan bo'ladi. Martimiz kichik bo'lsa-mu, Janob On Hazratimning cheksiz himmatini seg'inib, saltanat dushmanlarining kollasini elishga jur'at qildi. Sultan Yunusxon Setivoldi bekning bildirlashlarini anglab berishga endi toqat qilib tura olmadi. Mirg'azab xonning dahshatlik voqirashidan cho'chib ketgan Setivoldi bek gapini to'xtatib, dong etib turib qoldi.
çedir içige iki callap kirip geldi. Lebbey on hazırdım. Mono qatilning derhal kallısını elingla. Setivaldı bəginin əyranlığı vəhimige almışdı. Setivaldı bəginin yürüki sirqirab ketdi. Setivaldı bəginin putqolida can qalmadı. Setivaldı bəg dərhal yer qasab nalı qıldı. Odalet! Odalet! Yunus xan Setivaldı bəgini söyrəp manğan iki jallatını şərətlep toxtatdı. Günahsız narisidini öldürüp mu? Yani adalet talep kılam sen nakes? Ben narisidini emez saltanat düşmanını öldürdüm alileri. Eyta bedbaxt. Teki xatınız kılınmagan bir bala. Saltanat bilen kandak mı düşmanlaşalsın? Oyankı geplerinden niyet maqsadını bütünley düşendim. Sen mensep mertebe temelside Hanzadını öldürgensen. Bunu katıllık deymiz. Aslında moşu günahın için ciddi cemaatini qirib etay degan edim. Biroq Yoqub Buqubekka hamdan bo'lgan to'hpan uchun ciddi cemaatini aman qo'ydim. Ochqib kallisini elinglar. Jasadini Turpan shahrida sazoyi qilinglar. Avam ra'iyat begunoh Xonzodaning qotilini tunib olsin. Shundoq qilib, eng oxirgi bir taxt da'vogardanmi to'liq xalos bo'lgan Yunusxon Turpan shahriga zo'r hasham daram bilan kirib keldi. Xonzoda Kepak Sultanning beshi bilan tenini birlashtirib tapini qildi. Butkul Turpan viloyati tavasiga musibat jakarladi va o'zini qarliq tutdi. Shuning bilan butkul Mo'g'uliston tavasida uning bo'yintovliq qiladigan birmi yurt, birmi amir qolmadi. O sarkar lashkarlarni Turpanni bir hafta aram oldirib, yaxshi g'izolantirgandan keyin lashkarlarning qishliq kiyim-kechak, oziq-to'liklarini qaytadan to'liqlab, Ili vodisiga qarab yurish qildi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mush yerda o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.